Mahalla kanalida ko'rganimda Feruzaxonim o'zlari bir patsientdan olib bordilarda, shunda unda grizani gapirishdi. Grizani sotyapman deb umurtqa pog'onalarini to'g'irlash hammasini ko'rsatib berdilar. Grizani ham ko'rsatdilar, qanaqa fizikulturalar qilishni ko'rsatdilarda. Shunda aytdilarki, men yemirilishni ham sotaman, dorilarim bor, kelinglar. Lekin men o'shanda nimagadir alahsidim, adresini topolmay qoldim. Qayerda nimaligini bilmadimda. Keyin doktorga bordik. Вообще yurolmay qoldim. Hassada ham yurolmay qoldim. Ikkitalab hassalar bilan yurdim. Doktorga olib bordik. Sizniki вообще o'lanib ketgan. Siznikini vassanavit qilib bo'lmaydi. Yo'q, lekin operatsiya qilamiz. Operatsiya qilganda ham uni temirini qo'yganda yana sinib ketishi mumkin ekan. Yana operatsiya qilamiz unda deyishdi. Yo'q, kerak emas. Menga u operatsiya hech ham kerak emas. Qaytdim. 4 ta doktorga bordim. Toshkentga bordim, Sanpega bordim, travmatologiyaga bordim. Keyin Esonguzarda yana bitta doktor borlar, boshqa suyak bilan ishlaydilar. Ular ham ko'rdilar, men ozgina lecheniya qilib ko'ring dedilar, lecheniya qildilar. Operatsiya qilmasa bo'lmaydi dedim. Aytdim, yo'q, men qildirmayman. Keyin xo'jayinimga chiqdim, yig'ladim. Mana shu ayolga olib boring, Feruzaga olib boring dedim. Shuni olib keldilar. So'rab keldik. Yig'lab Feruza oldiga kirdim. Feruza, xafa bo'lmayman, o'zim tuzatib yuboraman. O'zi sog'i bilan 1-2 yil dedilar. Tuzatasizmi? 3 marta so'radim. Tuzatasizmi? Desam, tuzataman dedilar. Mana Allohga shukr. Men osteoartrozni ichib 10 oyda mana oyoqqa turdim. Hassamni tashladim. 6 oy deganda bitta hassamni tashladim. Mana 10 oy deganda ikkinchi hassani ham tashladim. Kecham yurolmayotgandim, nervlarim ham qisib qolgan, hammani mashina ham urib ketgan. O'shani hisobiga ham nervlarim qisib qolgan ekan. Mana nervlarim ham ochishdi. Xudoga shukr, mana hozir rosa yaxshiman, yengilman. Rahmat tabibim, tabiat. Lekin hammanglar kelib shu doridan ichinglar, yaxshi bo'lasizlar hammanglar. Mana men yaxshiman, xudo xolisa. Xudo xolisa o'ynab ham beraman, xudo xolisa degan edim. Lazgiga o'ynab beraman deb xursand qilgan edim. Xudo xolisa keyingi safar kelishim o'ynab ham beraman. Xudo xolisa 18-yilga kelganimda o'rtaga o'chib ham o'ynab beraman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hammanglar davolaninglar. Men rosa yaxshi davo topdim. Shu boshimdan o'tgani shu bo'lgan. Xudoga shukr. Xudoga shukr, men tuzalmasam kerak degan edim, lekin tuzaldim. Allohga shukr. Bir narsaga sabab bo'ladi. Dori berishga ham birov sabab bo'ladi. Alloh to'g'riladi, Feruza sabab bo'ldilar. Tabibim tabiatda osteoartroz sabab bo'lib, mana suyaklarim hammasi joy-joyiga kelib, silli bo'lib o'z holiga keldi. Xudoga shukr, alhamdulillah, xudoga shukr. Shu nima deyani boshqa?